Issiq bo'yoq bilan sokin kuydan ilhomlangan interyer yasa Mute Tikurilladan. Bugun oshxona tovuqda bizda barni. Rahmat jonim. Nimaga xotiningga yana gul olib berding? Chunki xotinim nimaga menga qilmayapsiz? Nimaga olib bermadingiz deb aytadi. Bizlarning munosabatlarimizni ko'rib, ularning uylarida janjal bo'layotganlar ham ko'p ekan. Men ayolimga ham shunaqa munosabatda bo'lgandim. Ajrashayotgan joyimizdan yarashib ketdik. Ming sizga rahmat, xo'jayiningizga ham rahmat. 6 yoshimdan beri pul yig'aman. 16 yoshimdan beri pul topaman. Xitoy tilidan ekzamen topshirishim kerak edi. Bu Hangi Shopping Kaoshi. Nechta понятно. Особенно qizlar, menimcha ko'proq o'qish kerak. Chunki kelajakda farzandni katta qilib tarbiyani beradigan baribir ayol kishi, onasi. BYDda ishlash va keyin o'tdan ketib, men blogerman deyish oson. Blogerlik bu faqat maynavozchilik. Xo'jayingiz bilan urushganda jonim asalim deb urishasizmi? Bereminelarning xatosi. Xafa bo'lmaysizlar. O'zbekistonga haqiqiy qish ham kelibdi. Endi issiq o'lkalarga ketish kerak. Chunki men merslachkaman. Shunga aviasales.uz ga kiramiz. Qaranglar. Горящие билеты degan joyi bor ekan. Phuket qizlar tanlaymiz. Sharm el-Shayx va yana Istanbul. Istanbul sovuqroq qiladi. Undan ko'ra Sharm el-Shayxga ketamiz. Davaydi qizlar. Chimodan yig'inglar. Ketamiz. Aviasales arzon va qulay. Hammaga assalomu alaykum. Bugun oshxona tovuqda bizda barni. Barnosha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi, men tayyorman, ketdim. Va alaykum assalom. Namuncha ochilib ketdingiz? Rahmat. Har doim shunaqa ochilib bering. Rahmat. Rahmat kattakon jonim. Bitta gulga ham shuncha rahmatmi? Bu siz uchun bitta gul. Men uchun bu ko'p narsa degani. Men haqimda o'ylagansiz. Men uchun do'konga borgansiz, gul olgani, tanlagansiz, olib kelsiz. Sizda o'ylaganman. Rahmat. Rahmat jonim. Parizga shukr, rahmat. Bugun aqlli qiz bo'lib ketdilar. Ko'rdinglarmi? Kosmetikalarım bor. Va sochlarim tushmasin dedim. Akkuratniy bo'ladi-da. Shunaqa akkuratniy bo'lib ketdilar. Xo'sh, o'zi uyda ovqat tayyorlayapsizmi oxirgi paytlar yoki vo'sha tayyorlamayapsizmi? To'g'risini aytaman, birinchi trimestr почти вообще ovqat qilmadim. Ikkinchi trimestrdan boshlab bu sekin-sekin qolman. Hozirgi paytda vaziyatga qarab ulgursam, ahvolim yaxshi bo'lsa, qolman bemalol. Agar ozgina bo'lsa, tagda yotmayman. Hozir kim uyda ovqat tayyorlaydi? Men. Sizdan tashqari masalan, vaqtingiz bo'lmay qolsa zakaz qilasizmi yoki xo'jayiningizdan tayyorlaydilarmi? Yo'q. Ular tayyorlamaydilar. Ular yeb berishlari mumkin. Men ham yeb berishim mumkin. Xo'sh, bugun nima tayyorlaymiz? Теплый salat, funchozali. Funchoza. Umrimda umuman tayyorlamagan narsam. Funchoza. Yeb ko'rganmisiz ishqilib? Yeb ko'rganman. Yaxshi ko'rasizmi? Albatta, конечно, lekin hech qachon tayyorlab ko'rmaganman. Sizlar bunaqasini undan tashqari qilmagan ekansiz. Yo'q. Потому что bu oddiy emas, ana oddiy funchozalar sovuqlikcha beriladi-ku, bu именно issiqligida yeyish kerak, потому что hidini sezaman. Да. Такой salat-tiri, starter bo'ladi-ku, tipa mana shunaqa, tipa ovqat sifatida ham ketadi-da bu. Ovqat sifatida ham ketadi. Bo'ldi. Bizga un uchun spiska bo'yicha ketamiz, uni bitta qarab chiqaylik. Так, tovuq, chesnok, piyoz, bor. Болгарский svetofor, bor. Uchalasi ham. Morkovka, sabzi. Ko'rdim, sabzi ko'rdim. Qayerdadir bor edi. Hop, topamiz sabzi. Так, bodring, Qalampir dedingiz. Qalampir, chesnok, tuz, уксус, tak. Самое главное qani? Funchozani o'zi. Funchozani o'zi. Biz funchoza qolmizmi yoki nima qolmiz? Qani? So'yachi? So'ya ham yo'q. Kimga emas spiska yubordim? To'xtang. U bereminelarning xatosi. Xafa bo'lmaysizlar. Hozir. Men hozir Yandex.Lavga kiraman. Ishonasizmi? Qachon keladi? Maksimum 15 minut. Qarang, vaqtga qarab qo'ydim. Biz Simbolik centerdamiz 15 minut degan uzoq payt edi. Nima deysiz? Sabzi, soya, funchoza. Bo'ldi. Biz bu narsa qilib turaylik. Bular tez keladi.
qarang-da, vaqtga qarab qo'ydimda. Nimadan Tovudan boshlash kerak? tovudan boshlaymiz. Tovuq, piyozni birinchi qovurib olamizda. Hozir men paka pichog'imni olib turay. Boshlayveraymi? Boshlayvering. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, qalaysiz? Men zo'r. Yaqindan olib keldim, xudoga shukr. Mazza qilib, Da, Tailandchada dam olib keldingiz. shunaqa. Asablar joyda, zagarlar joyda. Nima Tailand tanladinglar? O'tgan safar Bali deydilar. O'tgan safar Bali dedik. Почти bir oy. Bir oyda. Tailandda 2 hafta bo'ldi. Ha. Kamroq. Ha. Kamlik qildik. Gapirmang. Kamroq deydilar. Tak, nimaga Tailand? Chunki yaxshi ko'ramiz Tailandni. O'zi to'g'risini aytsam, men 3-marta borishmadi Tailandga. Erim bilan 2-marta borishmadi. Ikkalamizga ham juda ham yoqadigan joy. Поэтому Bali или Tailand? Ha, yaxshi savol bo'ldi. Ikkalasi ham o'zgacha. Endi yaqinda bo'lganimiz uchun ikkalasida ham, наверное, ozgina Tailand ko'proq dirdim. Chunki nimagadir Qiziqarliroq. ovqati ko'proq yoqadi. Yo'q-e? Da, tayskiy kuxnya bizga ko'proq yoqadi. Baliskidan ko'ra. Baliskidan ko'ra. Baliski ham achchiqroq, ana spetsiyalari ko'p deyishadi. Plus minus spetsiya bo'yicha bir xil. Ha. No, nimasi yaxshiroq demoqchiman? Tayda больше фруктов, и дешевле они, arzonroq ancha. Balida ham ko'p-ku, men Balida ko'proq deb o'tiribman. Yo'q, Tayda ko'proq, и arzonroq Tayda, и морепродукты Tayda Baliga qaraganda nimagadir ko'proq. Hatto Bali okeanda joylashgan, prям ostrov okeanda, nimagadir морепродукты kam, и qimmat solishtirganda. O'sha narsani tushunmay qoldi nimaligini. Men Balida уже 2 marta bo'lganman. Bundan oldin pandemiyadan ozgina oldin bo'ldim, 20-yil. O'shanda borganimda Bali yaxshiroq edi. Hozir kirroq sal. O'shanga borganda. Уже odamlar ko'payib. Da, ko'payib, уже более turistik bo'lib ketgani uchun, может быть, поэтому. Ha. И trafik juda katta. Hamma shu narsa haqida gapiradi, Chunki men bilmayman. Bali endi prям mamlaqa ostrovda-yu, то есть balandpastlikdan iborat. Kattaroq yo'l qurish. Serpantin. Da. Kattaroq yo'l qurish qiyin bo'lgani uchun bitta boylarning rayoni bor, Nusa Dua degan. Nusa Dua. O'sha yerda yo'llar prezidentskiy. Qolgan joylarda mana shunaqa yo'lchada, yana двухсторонний, ikkala taraf ham обрыв. Hech narsa to'sib turmaydi. Poydan o'zingiz anaqa ehtiyot qilib, akkuratni yurishingiz kerak, lekin bizda bayk olgandik arendaga. И полностью байкda yurdik. Хотя erim birinchi haydashlar edi baykka. Но он справился, молодец. Shaqqa tushib ketmadik. Все живы здоровы. Yandex.Log. Qo'ysangchi, keldimmi уже? Gap yo'q, gap yo'q. Nima edi? Bodri. Sabzi. Va Funchoza. Soya. Soya. Ana. Tuzam. Qizlar, aytgancha esimizdan chiqmasin. Oshxona to'liq 100 promo kodi bilan 100 ming so'mgacha chegirma olasiz. Foydalaning. Xo'p, biz hozir nima qilamiz bu yerga qozonga? Funchani solamiz. Birinchi nazar solish kerak. Hisobingizda bo'ladimi? Qanchasini soling? Bu yerda qancha ekan o'zi? O'zi gunoh ko'p emas. 200 ekan. Da, hammasini so'ravering. Xo'p. Hamma sizga shu savolni beradi, men ham beray. Topib bering. Ha, Instagramda o'zi shunaqa milashka ko'rinasiz. Hayotda milashkasiz, lekin hayotda shunaqa вообще zo'rsiz-da, men kayf qilib gaplashadigan odam bo'ladi-ku. Endi qizni kim masalan ko'proq aytadi, "Barni bunaqa dey, san искусственный dey." Shunaqa deyishadi nimagadir. Lekin soxta, mana soxta deyishadi. Bilmayman nimaga. Ko'pchilik aytadi, menga ham gapirishadi. Nimaga? Men unaqa emas. Hayotda gaplashsanglarchi, gaplashganlik kelaveradi u qiz bilan. Просто endi kamera ortida shunaqa ko'rsatadi, hammani har xil qilib ko'rsatadi. Odamlarning yana o'ziga восприятияsi ham bor-da. Да. Mana shu o'zini восприятияsi ko'proq rol o'ynaydi. Каждый видит то, что излучает deydi-ku. Ya'ni har bir insonni ichida o'zi qanaqa bo'lsa, o'shanaqani ko'radi. Ya'ni sizlar yomonsizlar demoqchi emasman. Но kimdir uchun mana shunaqa o'ta samimiy bo'lish, это feykovo, soxta. Chunki tipa hamma o'zicha, особенно blogerlar o'zicha, tam mana bunaqa qarab gaplashish kerak deb balki tushuncha tushib qolgandir-da. Mani kulib hammaga mana bunaqa qilib muloqotda bo'lishim balki soxta ko'rinar. Tarbiyaga ham bog'liq balki. Bo'lishi mumkin. Shu xo'jayiningiz bilan faqat shunaqa gaplashasizmi? Да. Всегда там. Всегда.
agarda ani bizda o'zi o'zbek tilida biz sizlab gaplashamiz, rus tilida sanlab gaplashamiz. Shuni ham ko'pinchalar erini sansirishgan или eri sizlirkan deydi-da. То есть hamma o'zini kel tarafi ko'radi. Опять же, bu o'zimizning oramizda bo'lgan narsa, bizning kelishimiz. Shunaqa. То есть bu normal. Kimdir uchun aytganimdek, eri sizlasa, voy, eri sizlirkan-da, sizni yoki men erimni rus tilida sanlasam, sanliysizmi eringizni? Voy, fu, siz soxtasiz biluvdim. Причем тут soxtalik, sansirash rus tilida bilmadim. Shu endi Instagramda shunaqa tuyulsa kerak-da ko'plarga. Bo'lishi mumkin. Qarang, suv qo'yaman. Qarang. Bu kungacha до конца quyuring. Menimcha hamma suvimizga ketsa kerak. Ana bo'qdi. Da. Bo'ldi. Da, endi krishkasi bilan qo'yamiz. Xo'p, bo'ladi. Xudo xolasa 5-7 minut tursa yetadi. Ana. 55 da можем вытаскивать. Xo'p, men qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Men endi gapiraveraman. Men ish tugatsam. Gapiravering. Men eshitaveraman. O'zi, Barnosha, siz juda ham aqlli ayol hisoblayman. Rahmat. Chunki siz высшее образованиеңiz bor. Siz 6 tadan ortiq til bilasiz. 5 tadan ortiq. 5 tadan ortiqligi menga кажется, это уже too much. Shuncha til bilasiz. Endi bilaman, siz oilaviy o'zingiz juda o'qimishli oiladansiz. Ota-onangiz ham o'qimishli, adis professorlar. Hatto men o'rtog'imga dars o'tgan ekanlar. Yo'q. Shuni eshitganimda, voy, ularni adalaricha biz og'zimizni ochib leksiyalarni eshitardik deydi-da. Aytaman, "Vau", dedim. Shunaqa ham как бы aqlli o'qimishli va o'zini fikrini va bilimini bera oladigan odam ekanda. Aytdim, "Vau, bu juda redko, chunki hamma ham o'qituvchi bo'la olmaydi, hamma ham professor bo'la olmaydi." Va sizni o'qishga jo'natishgan, baribir siz o'zingiz grantda o'qigansiz. Kitayda siz ham menga o'xshab, конечно, keyin qaytgansiz. No, это не важно. Sen chetda o'qiganmidingiz? Koreyada o'qiganman. Va nima desam ekan, o'zi Xitoy tili va o'zi juda unaqa arab tili, Xitoy tili, keyin yaponcha, koreyscha, ichida eng osoni koreys tili. Eng qiyini menimcha yaponskiy va o'rtasida kitayskiy turadi. Eng qiyini kitayskiy. Eng qiyini kitayskiy. Keyin rus tili, keyin arab tili. Keyin nemis tili. Hammasini bilaman degani. Nemis tilini bilmayman magar. Bitta nemis tilini bilmas ekansiz endi. Shuni aytmoqchiman, sizni IQingiz juda baland. Meni ko'zimda va qolganlarning ham ko'zida, men кажется, juda baland deb o'ylayman. Va ota-onangiz bergan savolni beraman sizga. Nimaga blogerlik? Bilasiz уже bu savol berishganligini. Albatta. Blogerlik yaqinda boshladim, sravnitelni. 2 yil bo'ldi. Lekin unga qaramasdan ham уже ancha-muncha nima desam ekan, o'rningiz bor blogerlarning orasida. Rahmat. Sizlar tufayli hammasi, rahmat. Tak, boshida bunaqa narsa umuman bo'lmagan, конечно. O'zingiz aytganingizdek, shunaqa professorskiy oiladan bo'lganim uchun faqat o'qishga berilganmiz. Bir minut. Aha. Shu bilan nimaga aynan blogerlik? Xullas, boshida qiziqmagandim umuman. Ya'ni bu soha adashmasam shu imенно pandemiya paytida juda qattiq rivojlanib ketdi. Chunki hamma uyda qolib ketgan edi. Men u payt endi O'zbekistonga qaytgan edim. 3-kursman universitetimda. Balidan endi Shanxayga qaytgan edim. Qarasam, o'qish atmena bo'ldi. Men u yerda ishlardim ham. Ustozlik qilardim u yerda. Ishim ham yozyapti, to что kamida bir oycha ishlamaymiz, yopilyapmiz. O'qish ham aytayapti, что kamida Xitoyda ishlagancha BYDda Xitoyda. Xitoyda ingliz tili maktabida. Bolachalari bor ekan. Voy. Men говорю, это беременна yoshlarning anaqasi bor rubrikasi. Va Xitoyda Xitoy farzandlariga, ya'ni yosh bolalariga maktab va bog'chalarida ingliz tilidan dars o'tar edim. Ishxonam ham aytayapti, to что bir oycha как minimum yopiq turamiz deb, universitetim ham bir oycha yopiq turamiz deyapti. Men xayolimda Baliga qaytib ketaymi ekan deyapman-da. Birinchi xayol shu bo'ldi, lekin keyingi xayol, hop hamma pulim o'tishadi bo'lsam, vdруг bir oy emas 2 oy bo'lib qolsa, keyin nima qilaman deb o'ylayotgandim-da. Shunga mayli, uyga borib kela qoling O'zbekistonga dedim-da. Как-то o'zidan o'zi срочно bilet oldim.
bir kunda olgan решениемda bu. Chunki потихонечку sekin panika boshlanayotgan payt, lekin hali bunaqa ommaviy bo'lib ketmagan edi. Hamma unaqa kutilmagan edi. Bitada bo'lib qoldi-ku bunaqa narsa. Bu bo'layotgan voqea fevral boshi, примерно 1-2 sonlarida qaytganman O'zbekistonga. O'zbekistonga endi kelgan paytida u koronavirus shunaqa ham bo'ladi. Hali koronaligini tushunishmagan edi. Xitoyda уже lekin sekin ограничениyalar tushayotgan edi. Keldim. И o'ylayapmanki, u меня просто, каникулы продлились. Ozgina dam olaman, shu bilan Xitoyga qaytib ketaman deyapman. Qarasam 1 oy, 2 oy, 3 oy qolib ketyapman. O'tiribman, ishlamayapman, o'qiyapman onlayn faqat, ya'ni onlayn bar boshqachada, ya'ni не серьезно desam bo'ladi. Uzr, xafa bo'lmanglar, kim onlayn o'qiyotgan bo'lsa, bu ham o'qish, конечно-yu, lekin очныйдek emas, uzr. O'zini qanaqadir yana aynan chet elda o'qisangiz qanaqadir o'zini vibe bor, bilasiz, mazza qilib beradigan. Конечно, va chet elda o'qigan bilan bizda o'qiganning ham farqi bor. Endi bilim tarafdan aytmoqchiman. Odam o'zini dunyoqarashi o'zgaradi, juda qattiq o'zgaradi. Lekin odam o'ziga ham juda ko'p narsa bog'liq. Nimaga bunaqa deb aytayapman? Chunki chet elda o'qib turib, lekin krugozori kichkina qolib ketgan insonlar ham bor. Chunki anaqa udobniy pozitsiyadan chiqisi kelmaydi ularni. Mentalitet deb aytishadi, tipa bizlar mentalitet yo bu yo deb, lekin o'sha fikrlashi o'shanaqa qolib ketgan insonlar ham bor. Bor, to'g'ri. Вот, и от того, что vaqtimiz zoya ketkazmaydi deb, ishlay qolay deb ishga kirdim. Birinchi Xitoy kompaniyasi O'zbekistonda Oppo bo'lgan. Ishlagan joyim bu Xitoy smartfonlari. Va u yerda men karyeramni ofis menejerdan boshlaganman. Ozgina перевод qilar edim, ozgina undan o'qishim ochniy bo'lgan, paytim student bo'lganim uchun ham oyligimdan hali katta bo'lmagan. 3-kurs bitiryapman. Shunaqa qilib karyeramni boshladim O'zbekistonda уже. Oppoda men почти 3 yil ishladim. Undan keyin уже получается bitirib bo'ldim. Diplomni ham qo'limga olib bo'ldim, hamma ekzamenlarimni topshirib bo'ldim. Qiyin bo'ldi anchagina, chunki Xitoy tilidan ekzamen topshirishim kerak edi. HSK bu Hanyu Shui Ping Kao Shi. Это Nичего не понятно, но xuddi ingliz tilida IELTS bo'lgandek, xuddi shunaqa. Da, HSK и 6 olish kerak. Bu degani IELTS 9 olish kerak-da. Ancha qiyin va O'zbekistonda unaqa ekzamenni qabul qiladigan joy yo'q edi. O'shaning uchun почти yarim yilmi 1 yil qidib yurganman. Даже chet elga chiqib kelaman, menimcha topshirgan deb o'yladim, lekin ochib qolishdi. Keyin Samarqandda ochishdi. O'sha Samarqandga borib keldim. Samarqandda? Da, Konfutsiy universitetida Samarqandda ochdi, o'sha yerga borib keldim. O'zida koreyskiy filologiya. Китайская. Китайская. Да. Китайский язык и литература. Shu bilan topshirib hammasini qilib bo'ldim. И 3 yildan keyin BYD kompaniyasi O'zbekistonga kirishni boshladi va ular meni chaqirishdi собеседованиеga. Общий 3-4 marta bordim собеседованиеga. Siz BYD shuni ham so'rab ketmoqchim. Siz BYDga o'zingizni rezyumengizni topshirib qo'ygansiz yoki ular o'zlari qidirib topishdi meni. Chunki до этого китайский kompaniyada ishlaganingiz uchun ham sarafonda radio ham bo'lgan. Da, именно shunaqa bo'lgan, потому что ularga ko'p tillarda gaplashadigan bitta spesialist kelgan, kerak bo'lgan. Administratsiya uchun hamma dokumentatsiyalarni eplay oladigan odam kerak bo'lgan. Kazelo. Da, soldat universalni. O'zliklari meni topishib, hali ofis yo'q, hali hech narsa yo'q, chaqirishgan. Rost собеседование qilishgan hammasi bilan. Har xil tillarda gaplashganmiz. Ular hayron qolgan, qanaqa qilib shuncha tilni biladi bu qiz deb. И переманить qilishgan. Ko'proq oylik qilib beramiz, yaxshiroq условия qilib beramiz, bizga kelgan deb. Atak o'zi ketish niyatim yo'q edi. Чисто переманили. Va o'tda men 2 yil ishladim. Va BYDda ishlayotgan paytimda turmush o'rtog'im bilan уже topishdik, уже turmush o'rtog'ingiz ham BYDda ishlardilar. Yo'q. Oy, yo'q, ular отдельно. Instagramda tanishgansiz. Ular moshina sohasida o'zavtosanoatda ishlaydilar. Вот связан BYD kompaniya bilan desam bo'ladi. Chunki biz ularda BYD Jizzax, ya'ni zavodi ularni как бы qo'lida desa bo'ladi. Вот, но baribir BYD mani kompaniyam, это отдельное предприятие, отдельное юрлицо. И BYDda ishlayotgan paytim уже sekin blokka qiziqishni boshladim. Bir-ikki narsalar olib qo'yishni boshladim.
Shunda otam sразу menga aytdilar, "Это что за клоунада? Sen nima uchun butun umr o'qib kelyapsan? Kloun bo'lish uchunmi?" dedilar. Chunki meni otam uchun blogerlik bu soha emas. bu soha emas va bu hammani ustidan kulib yurish, sarkazm qilish, nichего серьезного, faqat maynavozchilik. Ularning tushunchalari bo'yicha. Albatta. Lekin gaplariga ham qo'shilaman, chunki bunaqa blogerlar haqiqatan ko'p. Ya'ni vaynerlar yoki kimdir ustidan kulgani uchun mashhur bo'lgani va otamga bu narsa juda to'g'ri kelmaydi. И по-человечески to'g'ri kelmaydi, и как профессор to'g'ri kelmaydi. И nima desam ekan, diniy taraflar ham deyishim mumkin. У меня папа арабист. И получается, ish qilib diniy taraflar ham в целом to'g'ri kelmaydi deganlar-da. Rosa qattiq urush keldi. Sen erga tekkin, keyin bilganingni qil dedilar menga. Shunaqa dedingiz lekin menga. Bo'ladi deysiz. Da, xo'p dedim-da. И to'yga yaqinlashgan paytda уже profilimni ochib qo'ydim. И birinchi qo'ygan o'sha profilimni yaxshi ochib qo'ygandan keyin qo'yganim videoim zavirusиться qildi. Erim menga Merimi qilgandilar. O'sha Merimidan уже boshlandi-da. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. This time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're. И o'shanda otam ham, "Это что такое? Зачем? Удали." Я говорю, "Это просто вообще-то было для себя. O'zim uchun, как arxiv uchun video bo'ldi. Shunaqa kirib ketib qoldi cho'ta ichiga" dedim-da. Bizga to'g'ri kelmaydi. Sen klon emassan. Говорю, klonli narsa bo'lmaydi ku bu yerda. Bu sevgi tariximiz, u yoq bu yoq deb gapirdim-da. Menga aytdingiz, erga tegsang, bilganingni qil deb. Mana bir oydan keyin уже erga tegyapman, уже nikohman bo'lgan, hammasi bo'lgan. Я говорю, "Всё, endi tegyapman" desam, bilganingni qil. Bo'ldi. Birinchi где-то 2-3 oy сопротивление bo'lgan kuchli. Baribir har ko'rganlarida erim bilan gaplashib qo'yaman. Nima senga ruxsat beryapti? Ruxsat bermasin. Kerak emas degan bunaqa narsa deb hozirgi paytda уже положительно относиться qilyaptilar. Chunki blogimda men unaqa narsalar ko'rsatmayman. Ya'ni kimdir ustidan kulish yoki klonada, vayinda emas. Menda в основном beauty, переодевашки, er xotin orasidagi munosabatlar va bu ko'p insonlarga yordam berayotganidan ham juda xursandman. И также bilimimni ham, ya'ni poliglotligimni ham ko'rsatib turaman. Bu narsa otamga juda yoqadi. Shu endi aytmoqchim, shunaqa videolar ko'proq turadi. Endi kecha ko'rdim videongizni. Rahmat. Shunaqalarni ko'rganlari uchun keyin tushunyaptilarki, что blogda nafaqatki bu taraflama, ya'ni boshqa taraflama ham o'zini ko'rsatsa bo'lar ekan. Shunga уже hozir normalniy ishonib qoldilar. Endi baribir ular alam qilgani shuncha sizni lekin hozirgacha aytadilar, "Mana hozir tug'ilgan, bыстро magistraturaga topshirasan. 2 yil uchadi ketadi. Magistraturadan keyin doktoranturaga qilasan. U ham 3 yil uchadi ketadi. Ishda sen doktor nauk bo'lasan. Undan keyin ministerstvo topshirasan и будешь министром по образованию как минимум или может быть послом где-нибудь". Я говорю, "Папулечка, man как бы уже xotinman, mana erim bor, bilan oilaviy tamsa hech narsa qilmaydi. Я уверен, может, тебя поддержит". Я говорю, может быть, planlarim boshqachadir desam, bu narsa har doim o'ylash kerak. Sen farzandlaringni ham o'ylagin. Понимаешь, qanaqa sen поддержка bo'lasan o'zingning farzandlaringga, agar sen образование sohani spetsialisti bo'lsang, ministr bo'lsang yoki posol bo'lsang, senga yarashadi, seni qo'lingdan keladi. Motivatsiya berib yotibdilar. Папа не сдается. Папа не сдается. У меня такие же родители, такая же мама. Assalomu alaykum. Tashkent. Yo, o'zi mana ham oyim hali nadejdalari bor menga. Chaqa so'nmagan, kesib qolmagan. Hali ham o'ylaydilarki, что Xudo xolasa, обязательно я тоже стану министром образования. Классно. Мы коллеги. Еще раз. Приятно. Приятно. Можно морковку, пожалуйста? Biz buni to'rab qo'ydik. Hozir sabzini ham to'raymiz. Hammasini bilgan bo'lsangiz, salominka shaklida kesamiz. Salominka bilayman qanaqa bo'ladi. Kim bilganlar iltimos yozib qo'yinglar. Salomka qilib to'raymiz hammasini. Agar shu blogingiz rostdan ham bunaqa muvaffaqiyatli bo'lmaganda,
nima deb o'ylaysiz, otangizni ularni miyalari qanaqa bo'lardi? Fikrlari ulardan so'rash kerak. xursand bo'lardilar menimcha. Rostmi? Men senga aytgandim-ku bo'lar edi. Kimga kerak edi bu narsa? Ana ko'rdingmi? Bittada men aytganim qiyinda, bunaqa bo'lmasdi. Lekin afsus. Уже bloger. O'zi shu, masalan, siz sal boshqa dunyosizda. Otangiz boshqa dunyo. Siz o'zi bitta farzandmisiz, nechtasizlar oilada? Bizda 4 To'rttasizlar. Men katta farzandman. Mendan keyin singillarim bor, ikkita, bitta ukam bor. Lekin otam uchun men qiz farzand emas, to'ng'ich farzandman, первенец. Shunga menga bo'lgan talablari va ishonchlari yuksakroq. Boshqalarga qaraganda Ancha qaraganda yuksakroq va men ularga har doim namuna bo'lib berishim kerak. Shunga menga mas'uliyat juda katta va og'ir. Menimcha, это учить всех первенцев. Menimcha, любой ota-ona shunaqa desa kerak. Sen kattasan, senga qarab qiladi. Bergin, ko'rsatgin, o'rgatgin, yo'q demagin. В общем, siz как yana bitta родитель. To'g'ri. Ya'ni bitta ota-onadek. Da. Va nima demoqchimanki, siz shu hayotdan har doim o'qish hayotidan charchaganingizdanmi yoki kimnidir blogini ko'rib havas qilganingizdanmi aynan shu blogerlik sohasiga ketdingiz? Chunki sizni endi aytaylik oilaviy muhitingizda unaqa narsa yo'q-ku. Masalan, yaqin odamlaringiz tomonidan to'g'ri edi, Xitoyda oldin endi boshlangandi, hamma hali blog yuritardi. Keyin bizga kirib keldi, lekin o'sha paytda nima aynan sizga turtki bo'lgan? Nimadan keyin bu meniki-ku, baribir mana shu soha men xohlayapman, bo'ldi, mana shu soha menga ko'proq yoqadi. Chunki BYDda, извините меня, пожалуйста, во-первых, ishlash, ikkinchidan o'zini joyini egallab o'tirish, saqlab o'tirish bu oson emas. Va keyin o'tdan ketib, men blogerman deyish oson emas-da. To'g'ri. Bu menimcha bu informatsiyani hamma ham bilmaydi. Nimagadir ko'pchilik meni qanaqadir boyvachchaning xotini deb o'ylaydi. Erkak xotini. O'xshaydi. Menimcha ikkinchi xotini. Shunaqa ham deyishgan. Ana hech narsani qilishni bilmaydi, просто chiroyli ha qilib beradi va hamma narsa shuncha oladi deb o'ylaydi. Ya'ni o'qimishligimni ham ko'p insonlar bilmaydi, ishlaganimni ham, qayerda ishlaganimni, qayerda o'qiganimni, qanaqa qilib bu hayotga kelganimni bilishmaydi. Yaqinda menga bitta emas, ko'p shunaqa yozishadi. Sizga mazza, pulni sanamasdan ketqizaverasiz. Hayotingiz mazza deb yozishdi-da. Men ответ yozdim, что men 6 yoshimdan beri pul yig'aman. 16 yoshimdan beri pul topaman. Katta kompaniyalarda ishlab keldim va yaqinda faqat blogga o'tib oldim va shuncha mehnat qilganimdan keyin o'zimga mayli позволить qilsam, chiroyli qilib yashasam, ito shunda ham men 100% hayotimni ko'rsatdim. Menimcha hech kim 100% hayotini ko'rsatmasa kerak. Ko'rsatgim kelgan bo'lgan narsani ko'rsataman. Yaxshi ham, yomon tarafini ham. Shu darajagacha o'sib keldim demoqchiman. Ya'ni shu bilan tug'ildim deya olmayman. O'zim yetib keldim. Erim orqali emas bu narsa. Yo'q, unda emas. Siz endi gaplaringiz juda to'g'ri. Men o'ylaymanki, bu narsani aytib ketish kerak deb o'ylayman. Sizga nima aynan turtki bo'lgan? Siz oilaviy o'zingizni har doim bilim bo'lgan muhitdan charchaganingizdan sal bo'lsa ham mayli klovn bo'lsam bo'ling, nima qilibdi, мне это нравится, men odamlarga наоборот chiroyliroq, bilimliroq bo'lmoqchiman. Masalan, hammaga o'xshabdan не просто клоунство делать-da, hammani kuldirib emas, rostdan ham masalan oddiy aytaylik, homilador bo'lgan ayol qanaqa akkuratni kiyinishini bildirmoqchiman. Masalan, qanaqadir chiroyli makiyaj qilishni o'rgatmoqchiman. Yoki qanaqadir tillar bilan bo'lishmoqchiman deb. Nima aynan sizga turtki bo'ldi? Ozgina orqaga yuraman. O'zim ham san'atga juda qattiq bog'langan insonman. Yoshligimdan birinchi Uspenskiy maktabida o'qiganman, muzikalniy образованием bor. Keyin esa Respublikanskiy художественный kollejda o'qiganman. Поэтому birinchi soham это, то есть muzikani tugatmaganman, полностью 4 sinf o'qiganman.
kollejda esa diplomированный художник bo'lib chiqqanman. Aytmoqchimanki, kreativniy podhodim har doim bo'lgan yoshligimdan va BYDda ishlab, Oppo'da ishlab aytganingizdek, charchaganman, chunki men san'atchi bo'lganim uchun nimadirlar yaratgim kelgan va bunga уже vaqtim bo'lmagan, ya'ni чтобы писать картины, bunga birinchidan vaqt kerak, resurs kerak, tinchlik kerak, xona отдельный kerak, ko'p narsa sharoit bo'lishi kerak demoqchiman va bu narsa bo'lmagan va video qilishga, yaratishga, ssenariy yozishga o'tganman. Aytganimdek, birinchi shu sohada bo'lgan videoyim Merini bo'lgan. Просто o'zim uchun montaj qilib, oddiygina hali svet qanaqa qo'yiladi, nima qanaqa qilish kerak, hech narsa bilmasdan turib prosta qo'yib yuborganman. Million prosmotr bo'ldi. O'shanda men shokka tushdim. Qanaqa qilib 3000 ta подписчик, 2000 ta, 3000 ta подписчикli millionga chiqishi mumkin ekan. Оказывается, blogerlar nimadir qilmas ekan. Просто интересный rolik bo'lishi kerak ekan deb, o'sha menga turtki bo'ldi, что men dальше yarata olaman nimadir. Lekin o'sha birinchi rolikim o'zida hali turmush o'rtog'im bilan turmush qurmaganda aytganman. Вот, qarang, meni rolikim million bo'lib ketdi bir kunda. Agar bloger bo'lib ketsa, hazil bilan bloger bo'lib ketsam, deb so'rab ko'rdim. Qani nimadir keladi desam, если тебе нравится, делай. Занимайся тем, что тебе нравится, dedi. Voy, xudoga shukr dedim. Yodganlarida уже, nima yod olib qo'yardim-da. Yo, xudoga shukr, yaxshiman, yoqotdi, интересно, там, монтировать, что-то придумывать dedim-da. Shu bilan keyin уже ketdi. Biz hozir sabzi kesdik, piyoz kesdik, bodring kesdik, perets kesdik, chesnok kesdik, tovuq kesdik. Hamma kesiladiganlarni почти kesib bo'ldik. Bitta shu bodringni tugatsak bo'ldi. Shu bilan keyin jarka o'tib ketamiz. Jarka достаточно tez bo'ladi, chunki tovuq tez pishadi-ku. Shu bilan уже keyin сборка salati bo'ladi. Qovur-sovurini qilib, keyin biz qaytamiz. Понимаешь, что некоторые Xo'sh, siz bilan qovurib qo'ydik. Da. Ya'ni siz qovurib qo'ydingiz. Men bu funchozani qaynatib qo'ydim. Молодец. Bu eng самый главный ishidi. Chunki funchozali salat. Rahmat. Va buni yeb yotibmiz bo'tan beri. Mayli. Sizga yana bir savolim bor-da, aynan blogingiz haqida. Blog yuritishingiz, ya'ni men bu sevgi munosabatni ko'rsatishingiz Instagramingizda bu ko'proq qolganligi nima deb o'ylaysiz? Foyda keltiradimi yoki ko'proq masalan uyda janjallarni olib keladimi? Masalan, ko'plar masalan aytadi-ku, yozadiganlar ham bordir. Mana men sizga havas qildim yoki kechirasizlar, ana boshlandi. Sizga havas qildim yoki men sizga havas qilganim uchun yoki masalan, soxtasiz-ku, unaqa hayotda bo'lmaydi deb yozganlar ham bormi? Juda ko'p. Qaysi biri ko'proq? Почти 50 ga deya olaman. Qanaqa qilib buni men chiroyli tushuntirsam ekan? Havas qiladiganlar ko'p haqiqatan va erkaklar ham, ayollar ham lichkamga yozishadi. Juda ko'p shunaqa bo'lgan. Rahmat kattakon, что bu narsani ko'rsatasiz, olib chiqasiz. Erkak kishi menga yozgan, bitta emas, bir nechta yozishgan. Ming sizga rahmat, xo'jayiningizga ham rahmat. Sizlarning munosabatinglarni ko'rib, men ayolimga ham shunaqa munosabatda bo'luvdim. Ajrashayotgan joyimizdan yarashib ketdik deb yozganlar kamida bir 5-6 ta erkak kishi bo'ldi. Ayol kishilar постоянно endi erkak kishi g'ururliroq bo'ladi-ku, yoki qiroq deb o'ylayman-da. Shunaqa yozganda men sразу ответ yozmaganman, erimga ko'rdingizmi? Yordam beramiz oilalarga desam, qilganda. Ya'ni bunaqa narsa tarafi ham bor va bu ko'proq menimcha, lekin bizlarning munosabatlarimizni ko'rib, ularning uylarida janjal bo'layotganlar ham ko'p ekan. Va buni ko'proq turmush o'rtog'imdan eshitaman. Chunki turmush o'rtog'imga ularning o'rtoqlari aytishadi. Nimaga xotiningga yana gul olib berding? Nimaga restoranga olib bording? Nimaga yana sushi olib berding? Da, endi uyimda janjal bo'ladi meni. Chunki xotinim nimaga menga qilmayapsiz? Nimaga olib bermadingiz deb aytadi. Shu narsani menga erim aytadilarki, qo'ymagin deb. Kim aytaman? Nimaga men kimdir qila olmagan ishi uchun
man ko'rsatmasligim kerak manda hayotni bo'layotgan narsani. Agar manda haqiqatdan shunaqa bo'layotgan bo'lsa, nimaga men aytishim kerak, yo'q bunaqa emas yoki yo'q bizga ham olib bermaydilar, qilmaydilar deb. U erkak ham shunaqa ayoliga ухаживать qilsin. В чем проблема? Agar ular boshqa erkaklar bunaqa qilmayotgan bo'lsa, ayb manda emas. Поэтому kimdir hasad bilan qaraydi, kimdir havas bilan qaraydi. Allohim hammaga o'zini niyatidagi bersin, hech kimga yomonligim yo'q. To'g'ri, почему бы и нет? Lekin baribir shu narsa soxtalik, soxta. Men siz bilan juda ko'p bog'liq shunaqa ko'p odamlar gapiradi. Voy soxta bu bo'lmaydi. Lekin unga qaramasdan ham sizda podpischiklaringiz ko'paygan. Baribir qizlar yozadi. Voy parti, voy rahmat, shunaqa zo'rsiz, shunaqa asalsiz deb yozadi. Nimaga hali ham sizni kuzatishadi? Nimaga? Yaxshi savol bo'ldi. Chunki obunachilarim ichida hammaliklari ham pozitiv emas. Ya'ni obuna bo'lib turib, такой всякий гадости yozib turishadi. Men shunda hayron bo'laman. No bir tarafdan psixologiya bo'yicha tushunaman. Ya'ni ular o'ziga ravo ko'rgan, xohlayotgan narsasini ko'ryapti, lekin hayotdan ololmayotgani uchun soxtalik deb yozadi. Bu hamma menimcha o'zini ichki dunyosi va dunyoqarashdan kelib chiqqan holda qiladi. Ozgina flashback qilamiz. Masalan, men bloger bo'lmagan paytlarim, blogerlarni kuzatgan paytlarim, nimagadir hech ham ular soxta deb o'ylamaganman. Har doim o'zimga yaxshi niyat qilganmanki, inshaalloh menda ham shunaqa bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lsin. Voy hayotda ham shunaqa bo'lar ekanda. Значит, shunga yarasha insonni uchratishim kerak. Значит, tanlovimda adashmasligim kerak deb niyat to'g'ri qilganman va shunaqa paytlar bo'lar edi. Endi hayotdan xafa bo'lib ketasiz-ku va o'sha payt chiqib qoladi chiroyli rolik, tam sevgi, muhabbat, love story de yig'lardim-da, отписка qo'yardim. Chunki menda bunaqa emas-ku, nimaga unda bunaqa yo'q. Значит, bo'lam meni hayotdan bo'lmaydi, отписка qo'yardim-da, 2-3 kundan keyin o'sha narsani ko'rgim kelardi. Ana vizualizatsiya deymiz-ku. O'shani yana bir marta подписка qilardim o'sha blogerga, yana ko'rardimki, inshaalloh menda ham shunaqa bo'ladi, bundan ham zo'r bo'ladi, menda ham erim mehribon bo'ladi deb niyat qo'rganman-da, endi inshaalloh alhamdulillah shu kunga keldim. Işte endi o'zim mana shunaqa video roliklarni olib chiqishim mumkin, munosabatlarimni ko'rsatishim mumkin va uyalmayman, что bu hammasi uyushtirilgan yoki biz hayotda birimizni yomon ko'ramiz-da, roliklarda faqat yaxshi ko'ramiz emas, Xudoga shukr. No, конечно, biz ham urushamiz. Biz ham turmush degandagi bir mush deb aytishadi-ku, unaqasi ham, bunaqasi ham bor. Ba'zi bir paytlar konfliktimizni ham olib chiqaman, gapirish mumkin bo'lgan narsa bo'lsa. Bir xil temalarni olib chiqib bo'lmaydi. Ular oilada qoladi. Shunga har doim aytamanki, to'g'ri narsaga havas qilinglar va to'g'ri narsadan xulosa chiqaringlar. Yaxshi. Yana bitta savol. Xo'jayingiz bilan urushganda ham, "Jonim, asalim" deb urishasizmi? Bir ikki shunaqa bo'ladi. Agarda bizani urushishimiz haligi seryoz darajaga chiqmagan bo'lsa, ya'ni u darajada, ya'ni urushayotgan paytimizda o'rtancha daraja bo'ladi. Razrulить qilish uchun, ya'ni qotib ketmasligi uchun tako qarab qo'yib, tako unaqa qilib gapirib qo'yamiz. Ular ham yoki menga ishlashlari mumkin, lekin ba'zi bir payt, ya'ni o'zingiz ushlab tura olmaysiz qo'lda, o'shanda уже janjal kattalashib ketishi mumkin. Тоже jonim ponim yo'q. Jonim debim menga bo'ladi o'zi. Yo'q, meni ota-onam, endi men nimaga sizni soxta deb o'ylamayman, chunki uyimda ko'rganman. Meni ota-onam ham urushsa ham jonim asalim deb urishadi, tushunasizmi? Urushsa ham jonim bo'ldi qiling, asalim, unaqa qilmang. Mana shunaqa-da, bilasiz? O'shaning uchun menimcha sal bu jikara, chunki biz xo'jayinim unaqa urishmaymiz. Urishsa to'g'ri urishamiz-da. Avvalo jonim asalim deb urishganda bir xil deyman-da. Ketaveramiz. Shunaqa aytganingizdeki qush uyasida ko'rganini qiladi degandeki, siz uchun shuning uchun bu soxtalik emas, chunki buni siz ko'rgansiz, o'rgangansiz-da. Mening ham oilamda ota-onam bir-biriga aka deb gaplashishadi. Ya'ni lekin aka bilmayman nimaga bir xil ayollar xo'jayinini aka deb chaqiradi. Men uchun bu
xafa bo'lmanglar. Yana bir marta qaytdik shu anaqaga mavzuga. Men ham hech qachon erimni aka deb chaqirmagan. Men uchun bu juda g'alati. To'g'ri, hammani o'zini dunyoqarashi bor. Hamma aytganimga qush uyasida ko'rganini qiladi. Balki ularning oilasida aka deb aytilgandir. Paytda bu norma bo'lishi mumkin. Lично men uchun, meni erim uchun ham bir ikki marta hazil tariqasida Sherzod aka deganman. Aka, men senga aka bo'lib qoldimmi deganlar. Menga interesno bo'lgan reaksiyalari, nimadir keladi debdi. Xudoga shukr dedim, siz ham mendek ekansiz, o'ylashingiz. Paytda bu bizning slovarimizda yo'q bo'lgan. Bu cho'rtib o'chirib tashlaymiz. Bo'ldimi? Bu tayyor. Hozir uni aralashtirib olib, buni bitta aylantirib yuboramiz-da bodringni, keyin funchozani qo'shamiz. Hozir nima qilamiz? Uni ochamiz. Uni ochamiz va bodringni qo'shib yuboramiz. Lekin hidiga o'zi shu BYDdan ketish siz uchun hozirda nima deb o'ylaysiz? Katta xato bo'ldimi yoki bu sizning yutug'ingiz bo'ldimi? O'tda ishlaganim ham yutuq bo'ldi. Vaqtida ketganim ham yutuq bo'ldi. Ya'ni hamma narsaning o'z vaqt soati bor deb aytishadi-ku. Ya'ni o'tga ishga kirayotganimda men o'ylamaganman, что 2 yil ishlab ketaman, и свободный плавно ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Lekin hayotda o'zi techeniyasi bilan ko'rsatadi. Qaysi payt qanaqa qilgan yaxshi. Hozir xudoga shukr daromadim bor. O'zim bilan ham shug'ullana olaman, bo'lajak farzandimga ham ko'proq vaqt ajrata olaman. Chunki men uchun bu eng to'g'ri variant bo'lgan edi o'sha hozirgi paytda. O'sha payti siz uchun bu ko'proq riskmidi yoki jasoratmi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkalasi ham. Chunki risk bor joyda jasorat bo'lishi kerak. Chunki bu narsaga kelishim oson bo'lmagan. Hattoki BYDdan tashqari boshqa daromadlarim bo'lsa ham ketish qiyin bo'lgan, chunki men уже o'rganib qolganman shu sistemaga-da, ya'ni shu ishga o'rganib qolganman. Как будто бы kimdir menga одобрение berish kerak, tipa ketgan deb. Постоянно shu temani erim bilan gaplashaverardim-da. Ishdan ketsam-a, ketaversam-a, ketsang ketirdilar-da. O'ylaysanki, men seni boqa olmaymanmi ishlamasang deganlar-da. Endi-da, mendan keyin daromad bo'lmasa-da, bizani tipa qiynalib qolmaysizmi desam, "Нет, qiynalib qolmayman, boqaman, nechun strashного" dedilar-da. Men pul topmasam menga pul berasizmi? Desam, "Beraman" dedilar-da. Keyin ha deb o'ylab почти yarim yil o'ylaganman ketishimni. Oxiri mayli, bolani bola, qani ketaychi, ja bo'lmasa, любой joyda ishlab qolishimga yo'l beraman deb ketgandim. Ayol kishi uchun mustaqillik bu pulmi yoki tanlovmi yoki erkin fikrmi? Nima? Hammasi bittada. Bitta narsani ayta olmayman. Chunki kimdir pul topib turib ham unaqa bo'lmasligi mumkin. Yoki naobarot pul topmasdan turib ham o'zidan shunaqa his qilishi mumkin. Agarda hammasi bittada kompleks bo'ladigan bo'lsa, hamcha eng to'g'risi shu bo'ladi. Shunga o'qish men uchun birinchi o'rinda bo'lib qoldi. Ya'ni hayot davomida shu narsaga keldim. To'g'risini aytaman, kollejni bitirayotgan paytim, ya'ni уже художественный навыкларым bor. O'sha paytda yaxshi pul topar edim. O'zimcha aytganman. Universitetga kirmasam bo'lardi. Shundoq ham pul topolmayman-ku. Qanchasi ishlab, o'qib, normal ish topolmaydi, diplom uyda yotadi. Mana shunaqa tushuncha bor-ku. Menda ham shunaqa tushuncha bo'lgan va shundan o'tganman o'zim. Ya'ni o'qishni bitirganimdan keyin 2 yil o'qimaganman, ishlamaganman. Arxitekturga kirmoqchi edim, kira olmagan edim. Ammo mayli kirmadim, ishlayveraman deganman. Va o'shanda normalniy sezganman, что qanchalik o'qiganini qadri balandligini, qanchalik hattoki pul topishda возможность ko'proqligini, qayerdir chetga ketib olish ham ancha osonligini tushunganman. Ya'ni 2 yil anchagina qiynaldim без образования. O'zim shu narsaga keldim, что kerak ekan deb. Paytim dальше уже hech kim meni majburlamasdan o'zim xohlab o'qidim va hozirgi paytda shunga hammaga aytaman. Qizlar ham, bolalar ham, особенно qizlar menimcha ko'proq o'qish kerak. Chunki kelajakda farzandni katta qilib unga birinchi tarbiyani beradigan baribir ayol kishi, onasi. Qizlar esingizdan chiqmasin, iltimos o'qinglar, harakat qilinglar. O'qish bu baribir birinchi daraja. Keyin qolgani. Birinchi bo'lib o'qinglar. To'g'ri, может juda yaxshi turmushga chiqib ketasizlar. Может yaxshi chiqib yomon bo'lar. Endi hech kim bilmaydi, lekin o'zingizlarni mana bu ichinglardagi уверенность o'qish bo'lganda o'sha ichingizdan bunaqa
Ha, men eplay olayman. Butun umrga qoladi Eplay shu. olayman. Xavotir olmasam ham bo'ladi deb yurasizlar. Biza уже tayyor buni, to'g'rimi? Da buni Bu уже tayyor. hozir tarelkaga solib, ustiga beze sifatida Aha. zelen sepsak bo'ldi. Agar sizni farzandingiz o'qib turib, keyin men bloger bo'laman yoki men shu soha bo'yicha ketmoqchiman desa, siz nima derdingiz? Bemalol, faqatgina baribir o'zini bitta professiyasi bo'lishi Ha. kerak. Birinchi, ya'ni o'zini Kasbi. ishongan tog'i, kasbi bo'lishi kerak. Undan keyin qaysidir hobbisi kuchlilik qilib, o'sha hobbi bo'yicha ketmoqchi bo'lsa, bemalol. Lekin hobbisi bu eng glavniy daromad emas. Ya'ni ishongan tog'i bu bilimi bo'lishi kerak. Chunki hayotda nima bo'ladi? Blogerlik yo'q bo'lib ketadimi, Instagram yo'q bo'lib ketadimi, uni Alloh biladi. Hammasiga har doim tayyor turish kerak. Bilim hech qayerga qochib ketmaydi. Ay, siz vkusno выглядите. Bitta narsa aytib qo'ying faqat, bu soat qilmaganimga 10 yil bo'libdi. Shunga agar nobodi kamchiligi bo'lsa, uzr. Yaxshi chiqqan degan umiddaman, chunki Inshaalloh. hidi juda zo'r. Qarang-da, agar hozir xo'jayingiz sizga telefon qilib, "Davay, Instagram yig'ishtir" desa, nima deysiz? Biz kelishganmiz-ku jonim deyman. Bir ikki marta shunaqa bo'lgan. Prям bunaqa demaganlar-u. Ozgina oramizda urush chiqqanida eplolmayapsan uyga, или там menga qarolmayapsan, vaqt ajrata olmayapsan, слишком blogingni vaqti ko'p ketyapti yoki blogdali yoki ishing tala degan paytlari bo'lgan. O'shaning uchun ham chunki BYD bilan blog yuritish qiyin bo'lgan, vaqti juda ko'p oladi va uyga ajratadigan vaqtim kam bo'lib ketgani uchun o'shanda shunaqa deganlar. Shunda aytish boshlaganman-da, ishdan ketaversaman, chunki ish mana 9 soat vaqt olyapti. Blogim kamroq vaqt oladi deb. O'shanda ketsang ketaver deganlar-da. Shu ham turtki bo'lgan bittasini tanlashim. Keyin aytganman, lekin nabodi tipi blogingni tipi yo'q desamchi deganlar-da. Siz menga boshdan bosh xo'p degansiz. Siz xo'p deganingiz uchun men boshlaganman. Endi shuncha hozir mehnatimni tiqib bu yerga ketaveramanmi dedim-da. Keyin bilasiz, bu narsa men uchun faqat tipi daromad uchun emas yoki uznavayimiz bo'lish uchun emas-da. Menga yoqadi bu narsa. Men tvorческий odamman. Yoki agar buni yo'qotadigan bo'lsa, menga bitta xonani kabinet qilib bering, rassomchilik narsalarim uchun hammasini olib bering, men chizib o'tiraman. Chunki men qayerdadir o'zimni chiqarishim kerak deganman-da. Keyin bo'pti mayli. Deganlar. Blogingni Bismillahirrahmanirrahim. Allohim sharmanda qilmagan bo'lsin. Birinchi achchiq emas, keyin achchig'ini berar ekan. Chekam. Balki maqtovda o'qiganim uchundir. Achchiq yaxshi ko'raman-da, men uchun bu umuman achchiq emas. Sizga achchiqlik qotdimi? Tak fonchozi zo'r chiqibdi. Siz uchun bir oxirgi savolim bor. Kichkina Barnoga nima derdingiz? Juda qiziqarli savol bo'ldi. Наверное, eng katta maslahatim hech narsadan qo'rqmaslik. Chunki hamma narsani ustidan chiqa olasan. Faqat o'zingga ishon va olg'a. Qilib ko'ravergin. O'xshaydi, o'xshamaydi vaqt ko'rsatadi. Lekin zato qariganingda o'tga bormadim, buni qilib ko'rmagan edim, balki qo'limdan kelardi, bo'lmasmidi degan savollar o'zi bo'lmaydi. Естественно, agar eshitganida men o'sha barni aytardim. O'sha 2 yil umring ham qizmagan-da, nimadirga o'qigan o'sha, davay sirasi topshirgin deb aytgan bo'lar edim. Zo'r, молодец. Hozir Instagramda qancha daromad topasiz примерно? Мне не надо до, naqa хотя бы masalan yo'q deganda shu. Yo'q deganda 1000. Yaxshi. Uyda o'tirib o'zim uchun nimadir olib qilganda, мне кажется, yo'qdan ko'ra, конечно, yaxshi. Yo'qdan ko'ra zo'r. To'g'ri, kimdir uchun bu juda kichkina pul bo'lishi mumkin, kimdirga bu katta pul bo'lishi mumkin. Men uchun to'g'risini aytaman, bu katta pul emas. Chunki ofitsial ishda ishlab men bundan ko'proq topar edim. Ya'ni u 9 soat ishlab. Da, lekin 9 soat ishlab shuni ham inobatga olamiz. Поэтому yomon emas, yaxshi. Xo'sh, bizda hozir yana bir konkurs. Barnosh, siz eng yaxshi kommentariyaga nima berardingiz? Lekin u boksi yoki u sovg'ani olish uchun siz bizga podpiska qilgan bo'lishingiz kerak.
keyin like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy qoldirgan bo'lishingiz kerak. Xo'sh, qanaqa eng yaxshi kommentariyaga beramiz? Va nima beramiz? Давайте eng intellektual bo'lgan kommentariy bo'lsin. O'zim o'qib chiqaman hammasini. Keyin nima berishga keladigan bo'lsak, mana onam o'zlarining bizneslari bor. Cerebro bijuteriya. Shunga chiroyli taqimcholar, shunga chiroyli bitta komplekt qilib beramiz. Bo'ldi, kutamiz endi. Barnoshadan eng chiroyli komplekt sizga. Так что yozinglar, подписка qilinglar va kommentariy qoldiringlar. Kutamiz. Mayli. Давайте, Юля, давай.